Assalomu alaykum. Hammaga sog' salomatmisizlar, tuzukmisizlar? Hop, hozirgi videomiz aziz mijozlarimizga va bo'lajak mijozlarimizga ataladi. Hop. Men nima demoqchiman? Hozirgi kunda echki sutini asosan shifokorlarimiz yosh bolalarga, shu laktozaga sezuvchanligi yuqori bo'lgan bolalarga va kattalarga echki suti buyurilmoqda. Shu sababdan men nima demoqchiman azizlar, shu bizga o'xshab blog yuritadigan, kanal yuritadigan echki boquvchilar bor. To'g'ridan-to'g'ri echki boquvchilardan sut olishinglarni tavsiya qilaman. Ko'zinglar bilan ko'rib, ishonch hosil qilgandan keyin olingan sut shu yaxshi tabiiy sut hisoblanadi baribir. Azizlar, mana bizani echkilarimiz mana kuniga 30 litr, 35 litr sut bor. Mana kelinglar, ko'ringlar, ishonch hosil qilinglar. İnşallah bunaqa ko'p, misol uchun 95% mijozlarimiz bizdan xursand. Endi ba'zi mijozlar bor, o'ta kapriz, ular fizически biz bitta odam bilan 10 ta odam bilan ishlamaymiz. Kamida 50 ta 100 ta mijozlarimiz bilan ishlaymiz. Ba'zida tushunmovchilik nuqtai nazaridan bizdan xafa bo'lib, haligi har xil gap so'zlar bo'ladi, lekin mayli, asosiysi 95% mijozlarimiz bizdan rozi. Va ko'rishinglar bu gapirayotgan paytimizda mana shunaqa holatlar ham bo'ladi. Sog'ingandir demak. Shu laktoza o'ta sezuvchanlik bor insonlarga buyurilayotgan echki suti hozirgi kunda nima deydi? Alternativasi falshiviy deydimi, nima deydi? Shu chet eldan keladigan parashoklar hisobiga juda ham ko'payib ketyapti. O'shani hisobiga nima deydi? Sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Ko'zinglar bilan bilgan joylardan olinglar. Ana gapiradigan gapimni ham esimdan chiqartirib qo'ydi bu. O'zinglar bilgan joylardan echki suti olishinglarni tavsiya qilmoqchi edim, ko'zinglar bilan ko'rib. Sababi menga bir ikkita mijozlarimiz video tashlab berishdi. Nega sizni sutlaringiz mana bunaqa emas deb. O'sha falshiviy bo'lgan sutlar ayni toza sut emas. Ya'ni o'sha sutdan ko'rinib turibdiki, ichiga o'sha qo'shimcha o'sha chet eldan olib kiriladigan o'sha qo'shimcha kukun ko'rinishdagi sutlarni suvga aralashish qilib manaqalar ko'p hozir. Ya'ni tabiiy bo'lmagan sutlar ko'p. O'shani hisobiga men mana shu videoni chiqarishga qaror qildim. Bizni kuzatuvchilarimiz bilishadi, echkini tuqsa, echki tuqqani haqida ma'lumot tashlayman. Mana tug'di, alpin tug'di, zanin tug'di misol uchun. Sutimiz mana hozirgi kunda 30 litrdan oshiq, 35 litrga yaqin sut olyapmiz echkilardan. Mana echki boqishi o'ziga yarasha anaqalari bor, mana plyuslari. Ochib turing endi, men video olayim. Azizlar, mana shu echkilarimiz sut beradigan echkilar mana. Inshaalloh kuniga 30 litr sut beryapti. Bu chempionimiz, bu xohlagan joyda yuradi, xohlaganga yopishadi bu. Shunaqa. Azizlar, yoshlarni, qariyalarni tabiiy bo'lmagan sutdan asranglar, o'zi tabiiy bo'lmagan mahsulotdan asranglar. Hozir yurtimizda ancha nutritsiyologiya rivojlanib qoldi. Nutritsiyologiya rivojlanishdan biz bildikki, sog'lom ovqatlanish va o'sha tabiiy, ekologik, toza mahsulotlar iste'mol qilish nafaqat umrimizga, balki barcha boshqa sohalarda ham bizga juda ham katta foyda bo'lishini bilayapmiz. Shu sababdan azizlar, mana shu videoni ma'lumot uchun qabul qilasizlar. Kimga echki suti kerak bo'lsa, direktdan yoki pastga raqamni qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Telegram orqali, Instagram farqi yo'q uni. Lekin mayli mendan olmasanglar ham, lekin echki suti olmoqchi bo'lsanglar, mana menda bor degan odamga borib joyini ko'rib olinglar, o'rtoqlar, joyini ko'ringlar. Sababi hozir O'zbekistonda 30-40 litr sut berayotgan yoki 100 litr, 200 litrlab kunga sutni yetkazib beradigan ferma yo'q. Mana meni o'zimizni xonadonda ham 30-35 litr sut chiqadi kuniga, kunda sotiladi alhamdulillah. Shunda ham shu videoni qilib qo'yishni men joiz deb topdim. Sababi lichkalarimizga ko'p videolar kelyapti va o'sha videolarni ko'rish natijasida u sutni tarkibi tabiiy sutniki emasligi ma'lum bo'lib qolyapti.
Shunaqa gapni ko'p gapirib azizlar, lekin video manfaatli bo'lsin, ham tomosha bo'lsin. Mashalloh tabarakalloh duo qilib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga echki suti kerak bo'lsa, saryog'i kerak bo'lsa, qatiq kerak bo'lsa, lichkaga yozinglar. Maksimal darajada harakat qilib masalalarni hal qilib beramiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'ling.